ahvoli. Dadam bu yoqqa yuribdi. To'g'risi nima qilishni bilmayapman hozir. Kayfiyatim ham tushib ketdi. 11 yildan beri, pashi yoshligimdan beri mana shu itni boqaman. Shu ahvolga tushib qolgandan keyin hozir nima qilishni bilmay maslahat so'rasam odamlar hammasi yozyapti. Foydasi yo'q deyishyapti, lekin nima qilsam shu tuzatishga harakat qilaman endi. Bo'ldi, qo'y. Ertaga ko'maman endi. Shu videoning ikkinchi qismini olmasam bo'lmadi. Ko'pchilik yozdi, Xudoga soldim dedi, baribir tosh odam ekansiz dedi. Men odamlarga ishondim. Ko'pi o'tib qoladi, foydasi yo'q dedi. Mayli dedi, veterinar chaqirdim. 2 soatdan keyin kelguncha baribir nima desam, o'tib qoldi. O'zim ham men aroq olib keldim, ichirib ko'raman dedim. To'g'ri tushunasizlar, meni ham 11 yillik o'rtog'im bu, hatto kerak bo'lsa. Insonning o'rtog'i bo'ladi, lekin hayvonlar yaxshisi yo'q baribir. Kerak bo'lsa uydagilarimga ham aytmagan sirlarimni aytganman. Kerak bo'lsa xotinimga bilmagan sirlarim bor. Ularni ham ba'zi itimga aytganman. O'ylaganman 2006-yilman. Buni ham so'rash shart emas iltimos sizlardan. Hozir endi ko'mishga tayyorgarlik qilyapman.